Hammaga qorli salomlar. Haqiqiy qish endi kelganga o'xshaydi. Bugungi vlogimiz bir oylik chaqalog'im bilan kunim qanaqa o'tayotgani haqida bo'ladi. Obedga yaqin turib zavtraklarni qilib oldim. Nimaga desanglar, kechasi bilan deyarli uyqu yo'q. Bebiyim uxlaganida hamma ishlarimni sekin-sekin qilib olishga harakat qilyapman. Hamma kirlarni ajratib kir mashinaga yuvishga soldim. Oldingidek ishlarimni ketma-ket qilolmayman. O'g'lim uxlaganida harakat qilaman, bo'lib ishlarimni qilib olishga. Yosh onalar meni tushunishsa kerak. Shu bir oy ichida biz adaptatsiya davrida bo'ldik, ya'ni farzandim menga, men farzandimga ko'nikdim. Xudoga shukr, yig'lasa nima qilish kerak, qator vaqtda qanaqa dori berish kerak, ancha o'rganib oldim. Qo'limdan kelgancha harakat qilaman, uyimni oldingidek tartibli tutishga, hamma narsa o'z joyida tartibli turishiga o'rganib qolgan ekanman. Bitta kichkina muammoyimiz bor, u ham bo'lsa taom tayyorlash. Yosh bolasi borlar, sizlar qanaqa oson ovqat tayyorlagansizlar, obязательно yozib ketinglar. Biz bugun o'g'lim bilan tayyor topga dimlab qo'ydik. Har kuni farzandimni kiyimi yuvilyapti. Mana bo'lsa eng yaxshi ko'rgan ishim dazmol qilish. Hamma kiyimlarni dazmol qilib shkafiga chiroyli qilib joylab qo'ydim. Keyin bo'lsa o'g'limni uxlatdim. Oyoqni tebratishga o'rganib qopti. Shunaqa qilmasa uxlamayapti. Keyin bo'lsa bebiyimni dadasiga topshirib, oxiri o'zimga vaqt ajratdim. Sochlarimni yuvib, yuzlarimga xo'tlarimni qilib oldim. Meni endi ko'rayotgan bo'lsanglar, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, zerikmaysizlar.